Tur, kapinisa qo'yishimiz kerak. Smenasi ertaga bo'lsa ham tuni bilan shu yerda o'tirib chiqdi. Nima bo'ldi senga o'zi? Yiqilib tushdim. Samolyotdanmi? Tushunarli. Mani kechiring, hammasi mani deb bo'ldi. Unaqa demang. Hammasi joyida. Men ularni yuzni eslab qoldim. Militsiyaga ariza beramiz. Ularni topib, jazosini berishadi. Ular topib rahmat aytishga. Rahmat? Nimaga rahmat? Ular menga yordam berib yuborishdi. Sizni tashqariga chiqishingizni xohlagandim. Yo'q. Mana chiqdingiz. Gaplashingiz kelmayapti. Mana endi esa gaplashib o'tiribmiz. Tushunimsiz? Hazillashadigan narsa emas-ku bu. Sizni o'ldirib qo'yishligi mumkin edi. Ana bizani politsiyaga olib kelgan bolalar kim edi? Bahrom aka onamlarimi? Bahrom aka. Mana adam shaharda juda ham katta odamdir. Onamning o'limlaridan keyin dadam bilan gaplashmay qo'ygan. Ukamni olib uydan ketganman. Men soddiy hamshira, parkda esa bayir bo'lib chiqadi deb o'ylagandim. Men bu hayotda hamma narsada o'zim yashashni xohlayman. Qushga ham o'zim kirdim. O'zimga ish topdim. Ukamga ham qarab yuribman. Otamning yordamlari menga kerak emas. 1 yil ichida ularga telefon qildim. Menimcha oxirgi marta qilishim ham shu. Dada? Bu yerda nima qilasiz? Sardor, o'g'lim, aybdorni topdingmi? Tekshirdim, adi. Qurilishda hammasi joyida. Qog'ozlarni ham mana 3-4 marta tekshirdim. Obyektga ham o'zim borib bitta-bitta tekshirib chiqdim. Hayronman. Qayerdan bunaqa gaplar chiqyapti? Unda yaxshi o'g'lim. Mijozlar yonida yuzimiz yorug' bo'ladi. Lekin adi, shu tushunmayman-da. Qattagi qog'ozlarni olib kelib qo'yursa, tap etib ishonib ketaverasiz. O'zingiz o'g'lingizdan shubhalanasiz. Nima? Hamma zakupi men javob berganligim uchun mana shunaqami? Bekor menga ishonmaysiz-da, adi. Har holda sizni yagona o'g'lingiz bo'lsam, bilasizmi? Sizni ishonchingiz uchun qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman. Lekin siz baribir menga ishonmaysiz. 2 kun oldin tanishgan odamingizga lekin xuddi o'g'lingizdek ishonasiz. O'g'lim, qizishib ketdim. To'g'ri, seni gapingda jon bor. Kechir meni, bolam. Sardor, bu yoqqa endi ehtiyot bo'lgin, bolam. Men senga ishonaman. Alo. Xo'jayin qurilsa chimpa, ikkinchi etash qulab tushdi. Nima? Hech kimga hech narsa qilmadimi? Prorab? Kamoliddinmi? Asroshni operatsiyaga olib kirisharkan. Qaysi больницаga? 5gami? Bo'ldi, hozir boraman. To'xting. Hadi. Men o'zim hal qilaman. Siz Sen uje hammasini hal qilib bo'lding. Tushundingmi? Sen hal qilishing orqali hozir bir odam o'lim bilan kurashyapti. Ular menga ishchi emas. Men ular uchun javobgarman. Borib hozir kerak bo'lsa, uni oilasidan uzr so'rayman. Tiz cho'kaman. Sen meni boshqa ko'zimga ko'rinma, marrat. ishing tegib, tez boshlayam tayyorla. Hozir politsiyaga odamni oldin bormasam, ana prorab hammasini gullab qo'yishi mumkin. Davay. Hozir. Menga qara. Tirik qo'yganingga shukr qil, tushundingmi? Atak boradigan joyingga o'zim jo'natib yuboraman. Assalomu alaykum Sanjar aka, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Sizga muhim gapim bor edi. Qizim, hozir sabr qilib turing. Shunda olish kerak kirib chiqay, keyin gaplashamiz. Xo'pmi? O'zi hech narsani yashirib bo'lmaydi. Adem baribir hammasini biladi. Adam kelganda so'qov buva bo'lmas, tushundingmi? Senga akademiklar ham keyin yordam beradi. Ani qarishi hammasini bilsa, hammamiz topamiz. Qariligimni tan olaman. Lekin eshak ekanligimni bilmagan ekanman. Adi, men noto'g'ri tushundingiz. Hozir men sizga hammasini tushuntiraman. Adi. Men senga imkon bergandim.
lekin san Yo, ada. Hozir eshiting, mani hammasini tushuntirib beraman. Man seni katta qilib topgan rahmatim shumi? O'lik tug'ilsang bo'lmasmidi? Ada, nima deganingiz? Men siz o'g'lingizman-ku. O'g'lingizman? San itsan. Bu so'zlarni tilingga ham olma. narkomanliging mayli, O'z otangni pulini o'g'irlashingga ham mayli. endi san odam o'ldirishga o'tdingmi, noinsof? Ada, iltimos, meni eshiting. Ada, iltimos, meni eshiting. Seni qamoqda chiritish kerak, nonkor. Adajon, meni kechiring. Prosta meni kechiring. Men o'zgaraman, Ada. Kechiring deysanmi? Sani Xudo urib bo'lgan o'sha. Senga bandasi teng kela olmaydi endi. Oqpadar. Siz meni hech qachon yaxshi ko'rmagansiz. Odam deb hisoblamagansiz. Doim sizga yoqishga, sizni ko'nglingizga olishga harakat qilganman. Siz mendan o'zingizni bebaho vaqtingizni, shirin so'zlaringizni ayagansiz. Oqpadar, kim bo'l dedim senga? Oqpadar? Men oqpadar emasman. Men sizdan kechdim. Meni boshqa sizniki otam yo'q. Og'zingni yop. Yoqmayaptimi haqiqat, adajon? Mana mana shunaqa bo'lishimga faqat siz aybdorsiz. Faqat siz hamma mehringni ko'chadagi itlaringga berding. Men ham narkoman bo'lishimga faqat sen aybdorsan. Shundaymi, sendan nafratlanaman. O'lsam ham yana senga kelmayman. To'tlaringni ko'chadagi itlaring ko'tarsin, men emas. Ko'rishish uchun ofis qolib palatada ko'risha olsizlarmi? Yaqin odamlarim oldida bo'laydimda. Man ishni ko'raman deb undan battar ahvolga tushdim qizim. O'zimni o'g'lim shu ahvolga soldi-ya. O'g'il emas u menga hayvon tarbiya qilgan ekanman. Mayli, asabiylashmang. Yaqinda siz operatsiyaga olib kirishadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga hozir tinchlik kerak. Uni chet elga jo'natib merosdan mahrum qilishim kerak. Boshqa yo'lim qolmadi. Ixtiyor. Merosdan mahrum qilaman deydimi? Men seni ham yo'qotishim kerak. Keling, nima yordam kerak? Mani kimligimni bilasan-a? Bu kasalxonani men qurganman. Bu yerdagi hamma narsa menga tegishli. Tagishi sana. Katta ketmang. Bu kasalxona otangizga tegishli. Mana yana bitta sodda ahmoq. Bu qaricholni qancha umri qolganini bilasanmi? Bu уже ikkinchi infarkt. Keyin hamma narsa menga qoldi. Короче, sen anesteziologmisan, kimsan, menga farqi yo'q. Ertalab odam uyg'onishlari kerak emas. Menga uyquga ketishlari kerak. Bu nima deganingiz? Hech narsani tushunmayapman. Sen meni juda yaxshi tushunding. Agar ular ertalabgacha tirik qolsalar, o'rnlariga sen narigi dunyoga ketasan. Bolalaring yetim, xotining beva qolishini xohlamasang kerak.